Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz mərhum tarixçimiz Turg'un Almas Apandi yozgan Uyg'urlar degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Podshoh Xanmindining Banchoni Tarim vodisiga elchi qilib avatgan yeriga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Bancho Tarim vodisiga kelib 30 yil faoliyat olib bordi. U shu jarayonda elchilarning huquq doirasidan chiqib, Xan sulolasi uchun arziydigan bir muncha ishlarni qildi. Bancho Tarim vodisida hullarga qarshi harakat olib berayotgan chaqda, Panu Tangriqut Kucha xonligi bilan Qora shahar xonligining madad berishi orqasida Qumul, Orqa Qushu xonligi, ya'ni Jimsor atrofida Aldi Qushu xonligi, ya'ni Turpandiki Xan sulolasi qo'shinlarini tarmar qilib, bir cho'ng g'alabaga erishdi. Podshoh Xan Jangdi Panu Tangriqutning qistishi bilan Banchovni va Qumulda dehqonchilik qilayotgan harbiy dehqonlarni qaytarib ketishga majbur bo'ldi. Milodining 73-yilidan 77-yilgacha 4 yil davom qilgan xalqaro qatnash g'ullar tarafidan yana uzib tashlandi. Bundaq üzülüş 14 yil, ya'ni miladi 77-yildan 91-yilgacha davom qildi. Bancho milodining 77-yili Podshoh Xan Jangdining buyrug'i bo'yicha o'z davlatiga qaytib ketishga tayyorlanib yo'lga chiqqanda, Xotan xoni uning ketmasligini talab qilib turib oldi. Bancho elchi sifatida Xotan xonligida yana turib qoldi. U milodining 80-yili Xan Jangdiga avatgan maktubida Yavoyi yotlar orqali ujuqtirish Jungo uchun foydali bo'ladi deb yozdi. U podshohdan o'ziga qo'shin avatib berishni o'tindi. Podshoh Xan Jangdi uningga Shui Xan boshchiligida 1000 kishidan tarkib topgan kichik qo'shin avatib berdi. Bancho Tarim vodisidagi Uyg'ur xonliklarining o'zaro ziddiyatidan foydalanib, ularni bir-biri bilan kalla so'qishtirib, o'zaro urushga silib qo'yib, ko'plab qon to'kilishga sabab bo'ldi. Bancho milodining 87-yili G'arbiy hullarning Urxun daryosining bo'yida Siyoniblar bilan bo'lgan urushda fojialik mag'lubiyatga uchraganligidan foydalanib, Xotan, Yakan, Qashqar qatorliq xonliqlarni G'arbiy hullarga sodiq bo'lgan Kucha va Qora shahar xonliqlariga qarshi urushga kuch kiritib, Kucha, Qora shahar xonliqlarini mag'lubiyatga uchratqizdi. Xan sulolasi 85-yili hullarga qarshi isyon ko'targan Siyoniblar, Turalar va Janubiy hullarning kuchidan foydalanib, milodining 85, 87, 90, 91-yillari G'arbiy hullarni bir necha qitim mag'lub qildi. Sharqiy hullar o'z qarindoshlari bo'lgan G'arbiy hullarni mag'lubiyatga uchratishda Xan sulolasi uchun jon tikib ketman chapqan bo'lsa-mu, ammo o'zlarimi oxir milodining 216-yili Savsov tarafidan yo'qitildi. Hozirmi shugu chet eldagi Uyg'urlar bir-birimizni ayiblagan bilan, ammo Xitoy hamimizni o'xshash Uyg'ur deb dushman ko'rdi. G'arbiy hullar milodining 91-yili o'z dushmanlari tarafidan og'ir mag'lubiyatga uchraganda Qumulni Xan sulolasiga tortqizib qo'ydi. 14 yil uzilib qolgan xalqaro qatnash yana boshlandi. Bundaq ahvol 16 yil davom qildi. Milodining 106-yili Xan sulolasi ordisi Banchoni qaytarib ketishga majbur bo'ldi. G'arbiy hullar milodining 106-yili Qumulni Xan sulolasidan tortib oldi. Xalqaro qatnash yo'lini tizginlab olib, Tarim vodisidagi xonliqlar bilan yana opaq-chapaq bo'lib oldi. Xan sulolasi milodining 123-yili Banyunni 500 kishilik qo'shin bilan Tarim vodisiga avatdi. Banyun Lukchun atrofida faoliyat olib berib, ba'zi xonliqlarning kuchiga tayinib, hullarning ta'sirini Tarim vodisidan qo'g'lab chiqarishga urindi. Banyun Qumulni tortib olgan bo'lsa-mu, lekin milodining 124-yili G'oyan xon boshchiligidagi G'ullar Orqa Qushu xonligi bilan birlashib, Qumulda turadigan Suban boshchiligidagi xon qo'shinlarini tarmar qilib, Subanni o'ldirdi. Uningdan keyin Aldi Qushu xonligini bo'ysundirib, sharqdan g'arbga boradigan qatnashni tizginlab oldi. Milodining 127-yili Xan podshohi Banyunni jinoyat o'tkazdi deb qaytarib akitib zindonga tashladi.
G'arbiy hunlar O'rta Osiyo, asosan Tarim vodisidagi hukmronligini saqlab qilish uchun Xan sulolasi bilan 50 yilcha milodining 70-yilidan 127-yilgacha bo'lgan orliqlarda davomli tirkashdi. Shu mezgilda ko'proq talash tortishda qolgan joy qumul bo'ldi. Turli sabablardan ko'ra Xan sulolasining Tarim vodisini tizgilib olish niyati amalga oshmadi. Buningga asosan hunlar yo'l qo'ymadi. Siyanipilar va Uyg'urlar. Siyanipilar aslida Tunguslarning bir qismi edi. Milodining 206 yil burun Ulug' Hun Tangriquti Botir Tangriqut hozirgi Mong'oliya bilan ichki Mong'olning sharqidan tortib, Ulug' okean qirg'oqlarigacha so'zilgan territoriyasida yashaydigan Tunguslarni Mong'ollarni bo'ysundirgan. Shu chaqda Tunguslarning bir qismi Qidirxon tog'larining shimoliy tizmalaridan Siyanipi tog'lari, bu Siyanipi tog'lari hozirgi Liaodong rayonida shu yerga berib joylashgan. Shuningdan boshlab ular o'zlarini shu tog'ning nomi bilan Siyanpi deb atagan. Siyanpilar milodining 206 yil burunqi chaqdan tortib, milodining 48-yilgacha taxminan 260 yil hunlarga beqinib yashagan edi. Milodining 48-yili hunlar ikkiga sharqiy va g'arbiy hunlarga bo'linib ketganda, Siyanpilar isyon ko'tarib o'z oldiga mustaqil bo'lib oldi. Ular shuningdan boshlab Qidirqon tog'larining shimoliy tezmilaridan Xulumbir kunlik rayoni hozirgi ichki Mong'olning sharqidagi Qaramo'ran vodisiga ko'chgan. Bu milodining 60-yili edi. Keyin Qaramo'ran vodisidan g'arbga qarab ko'chib, hozirgi Mong'oliyaning Qubdu rayoniga kelgan. Milodiy 2-asrning oxiriga kelganda Siyanpi xoni Qipan Siyanpi qabillarini boshlab Qubdu rayonidan sharqiy janubga qarab ko'chishga boshladi. Rivoyatlarda ularning bu mushaqqatlik va xatarlik ko'chishida qiyofati otqa, ovozi qiliqqa o'xshaydigan Siyanpi nomli bir ilohiy hayvon ularga yo'l boshlaydi deyiladi. Siyanpilar mana mushu ilohiy hayvonning kaynidan agishib, egiz tog'lar, cho'nqur jilg'alardan o'tib, qatmo-qat to'siqlarni bo'sib chiqib, 1 yil deganda ondan ko'zlagan joyiga yetib kelganmish. Shundan boshlab Siyanpilar Soyibi degan bu ilohiy hayvonga cho'qinib, o'zlarini Soyibi deb ataydigan bo'lgan ekan. Bu rivoyatga ko'ra, Siyanpi degan nom Soyibi degan nomdan kelib chiqqan bo'ladi. Yuqorida tilga ilingan ikki xil qarashning birida Siyanpi degan nom tog'ning nomi bilan munosabatlik deyilsa, yana birida Siyanpi degan nom ilohiy hayvon Soyibi bilan munosabatlik deyiladi. Bu xil qarashning qaysi birining to'g'riligi haligacha hal bo'lmadi. Siyanpilar milodining 206 yil burunqi chaqdan tortib, milodining 50-yillarigacha taxminan 300 yil atrofida hunlar itoatida turganligi uchun ularning bir qismi asosan turklashib ketgan. Milodining 48-yiliga kelib, hunlar bo'linib ketgachga, Tunguslarning bir tarmoqi bo'lgan o'g'allar isyon ko'tarib, hunlar tarkibidan chiqib ketdi. Bundaq fursatni qo'ldan bermagan Xan sulolasi Siyanpilarni hunlarga qarshi kuch kiritib qo'ydi. Xan sulolasi yana milodining 58-yili Siyanpilarni o'g'lonlarga qarshi kuch kiritib qo'ydi. Siyanpi xoni Bianxi tarafidan mag'lubiyatga uchragan o'g'allar Xan sulolasining panohiga o'tib, Sadichin sepilning ichiga ko'chib kirdi. Shundan boshlab Siyanpilar kuchayishga boshladi. Milodining 85-yili Xan sulolasining oraga bo'lgunchilik silishi bilan Turalar bilan Siyanpilar hunlarga qarshi hujum qildi. Milodining 87-yili Urxun daryosining bo'yida Siyanpilar bilan bo'lgan urushda g'arbiy hunlar mag'lub bo'ldi. Siyanpilar g'arbiy Hun, shimoliy Hun Tangriquti Ulug' Tangriqutni tirik tutib olib, uning terisini ta'tir suyib, hunlardan tarixiy o'chini oldi. Chunki milodidan 206 yil burunqi Botir Tangriqut Tunguslarni bo'ysundirganda Tungus xonlarining qabristonligini yer bilan yakson qilib tuzatgan edi. Tunguslardan kelib chiqqan Siyanpilar ana shu voqeani yodidan chiqarmagan edi.
G'arbiy Hunlar milodining 89-yili va 91-yillari Siampilar Sharqiy Hunlar va Xan sulosining birlashgan qo'shinlari bilan elib borgan urushlarda nihoyat og'ir mag'lubiyatga uchirdi. Shundan keyin G'arbiy Hunlarning xeyli nurg'un qismi O'rta Osiyoga ko'chib ketdi. Ko'chmay qolgan Hunlardan bir necha 10 ming oila, taxminan 600 ming kishi Siampilarga taslim bo'ldi. Ular o'zlarini Siampi deb atadi. Shundan boshlab Siampilar kuchayib, Hunlarning o'rnini bosdi. Tarixda yuz bergan bu jiddiy o'zgarishni nazarda tutgan Xan sulolasi milodining 2-asrining boshlaridan tortib Sharqiy Hunlar va O'g'onlar bilan birlashib Siampilarga qarshi urush yo'liga o'tdi. Milodiy 2-asrning o'rtalarida Siampilardan Tanshig'uy otliq bir talantli tarixiy shaxs maydonga chiqdi. Tanshig'uy to'g'riliq ajoyib bir rivoyat tarqalgan. Milodiy 2-asrning 30-yillari Turug'ur otliq bir Siampi Hunlar qo'shinida 3 yil xizmat qilib uyiga qaytib kelganda ayoli bir o'g'il tug'ib uningga Tanshig'uy deb ot qo'ygan ekan. Turug'ur bu ahvoldan g'azablanib ayolni o'ldirib tashlamoqchi bo'ldi. Kuyosining paylini sezib qolgan ayol darhol aql ishiltib Turug'urga mundoq deydi: Bir kuni ushtum tut havo guldirlab, dahshatli chaqmoqlar chaqdi. Qo'rqib ketdim. Osmonga qarab og'zim ichilib qopdi. Shu chaqda osmondan mo'ldir yig'ib Og'zimga bir dona mo'ldir tushib ketdi. Men uni yutib etdim. Bo'lgan ish shu. Shundan boshlab qursoq ko'tarib qoldim va bu o'g'il tug'di. Turug'ur ayolning nihoyat ustalik bilan to'qigan sirliq gapiga ishinib, ochig'idan yenib paskoyga tushgan edi. İşençlik tarixiy faktlar bo'yicha aytganda, Tanshig'uy milodining 135-yili tug'ilgan. Tanshig'uyning bir dona mo'ldirdan tug'ilganligi to'g'risidagi onining to'qigan hiylisi rivoyatga aylanib ketgan. Tanshig'uy 14 yoshga kirgandila nihoyat botur, aqlli bo'lib yetishidi. Siampi beglaridan biri uning tuqqanlarining chorva mollarini bulab ketganda, Tanshig'uy o'zi yolg'iz otga minib, bulanchi begning kaynidan qo'g'lab berib bulangan mollarni qaytirib kelgan. Tanshig'uyning bu boturligini ko'rganlar shundan boshlab uni hurmatga boshlagan. Tanshig'uy 15 yoshga kirgandila Siampilar uni xon qilib ko'tirgan. Tanshig'uy hozirgi Jangjagu atrofiga o'rda gohini qurib, 100 ming kishilik otliq qo'shin tashkillab, qudratli Siampilar imperiyasini vujudga keltirdi. Hozirgi Mongoliya va ichki Mongolning sharqiy va g'arbiy qismlarida o'ltiraqlashgan Siampi xonlari uningga orqa-orqadan bo'ysundi. Tanshig'uy milodining 150-yildan tortib milodining 170-yillarigacha bo'lgan 20 yil ichida Bayqal bo'ylaridagi turalarni, sharqdagi xalqlarni, eski makonlarda qolgan Hunlarni, g'arbdagi uysullarni bo'ysundirdi. Tanshig'uy qurgan Siampilar imperiyasi to'g'risida Jungoning Veishu keyingi Xan yilnomasi degan qadimgi yilnomalarining Siampilar haqida qissa degan boblarda mundoq deyiladi. Uning chegarasi Janubiy Xan sulolasi chegarasiga tutishidi. Tanshig'uy shimoldagi turallarga, sharqdagi ferumlarga, g'arbdagi uysullarga hujum qilib, ularni bo'ysundirib, ularning o'rnini egalladi. Onun territoriyasining sharqidan g'arbga 10 ming chaqirim manganda yetkili bo'ladi. Janubdan shimolga berish uchun 7 ming chaqirim mingishga to'g'ri keladi. Mana shu xotiraga asoslanganda Tanshig'uy qurgan Siampilar imperiyasining territoriyasining sharqiy hozirgi Koreyaning g'arbiy chegarasigacha, shimoliy Bayqal ko'lining bo'ylarigacha, janubiy Sadichin sepiligacha, g'arbiy hozirgi Qozog'istonning sharqigacha tutishgan bo'ladi. Tanshig'uy milodining 156-yilidan tortib 178-yilgacha bo'lgan 20 necha yil ichida Xan podshohligiga qarshi urush harakatlarini ilib berib, Xibey, Sanshi, Shanshining shimoliy qismlariga, Gansuning Jiuquan qatorliq joylariga besib kirib, shu joylardagi xalqlarga chidog'isiz baloy ofatlarni keltirdi. Milodining 166-yili Xan sulolasining panohgohligida turgan o'g'onlar Tanshig'uyga taslim bo'ldi. Ig'ir ahvolda qolgan Xan sulolasining podshohi Xan Xuandi elchi avatib Tanshig'uyga Xan malikasini yotliq qilib, inoq o'tishni bildirdi.
Tanshig'uy Xan podshohining taklifini rad qildi. Boshqa iloj topolmagan Xan sulolasi milodining 177-yili Xanzulardan va Hullardan bo'lib 10 ming kishilik qo'shin tashkillab, Siampilarga hujum qildi. Tanshig'uy Xan sulolasining qilgan hujumini tarmar qilib, hujum qilgan qo'shinning hammasini degudek qirib tashildi. Faqat bir necha ming kishilar qochib qutuldi. 32 yil imperatori bo'lgan Tanshig'uy 181-yili 46 yoshida olamdan o'tdi. Tanshig'uy olamdan o'tgandan keyin Siampi shahzodalarining orasida taxt talashish yuz berib, bu ahvol bo'linish, qayta birlikka kelish, oxiri berib yana bo'linish paydo qilib, Siampi imperiyasini halokatga uchirtish bilan oxirlashdi. Tanshig'uy o'lgandan keyin uning o'g'li G'aron podsho bo'ldi. Lekin G'aron qobiliyat jihatda otasiga yetmaydi. U ochko'z, kayib sapa xumori, yo'lsiz bir hukmron edi. Shuning uchun G'aron uzun o'tmayla o'ldirildi. Uning o'rniga jiyani Quytu podsho bo'ldi. Quytu podshohlik qilgan mezgillarda G'aronning o'g'li Chianman Quytudan podshohlik o'rnini tortib olishga urindi. Bu chaqda Siampilarda birlik buzildi. Quytu o'lgandan keyin uning ufqisi Butukin podsho bo'ldi. Bu chaqda Siampilar imperiyasi qudratli holga keldi. Butukinning vaqtida ichki urushlar yuz berib turgan bo'lsa-mu, Siampilar imperiyasining birligi asosan parchalanib ketmadi. Butukin milodining 233-yili o'ldirildi. O'rniga o'g'li Qibaning imperatori bo'ldi. Shunday qilib bugungi o'qishimiz bu yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.